Nima ism aytsam ekan? Dostonboy. Dostonboy. Dostonlar yaxshi bo'ladimi o'zi? Qanaqa sani qo'yinlaring dostonlar? Yaxshi. Sho'x. Rostdan dostonlar shunaqa sho'xmi? Yo, mana doston degan jigarlar bor. Yaxshilari ham bor orasida, lekin maladeslari bor. Head-up display ko'ryapsizmi? Mana bu tabloda poliyani odamlarning mashinalarni ko'rsatib turibdi. Dostonboylarga shundoq tashab bitta ismingizni ham yozib keting, jigar. Nima modelligini topa olasizmi, logosini bekitib qo'ysam? Jigar. Top ko'ring. U shunaqa yumshoq, oyoq free bor-ku, dash undan ham yumshoq bo'lishi mumkin. Kameralarni qarang, ko'pligini 1, 2, 3 shotda o'zida. Buni ham podveskalarigacha bor. Voy, men akustika sistemasiga maza qildim deb. Voy, mamjon yorib yoribdi bor-ku. Скорость такой хрустальный. Undan tashqari, men barni ochadigan knopkasini qarang. Хрустальный. Yomon chiroyli turar ekan. Mashina yaxshigina keng va uzun. Telefonda ko'ryaptimi-yo? Bu atigi 500 km yurgan. Yengidek, jigar ko'rdingiz, salafan malafanlargacha turibdi. Poligondan ham o'tgan. Borib 1-2 oy kutmaysiz endi. Shunday nomer taqasi bo'ldi. Orqasini qarasangiz-chi, chiroyliligi jigar. Buni elektromobillari ham bor. Bu gibridi, kakrasiz bopi. O'rta boshqaruv konsollari ham polni sensorni ekan. Ikkitalab panorama oldida, alohida orqada. 50 mingga qo'ymagan edim. Bittasini yaqindagina. Bu ham mana yengidek 3900 ga srochniga hozir bosib yuborsangiz bo'ladi. Va bu eng full komplektatsiyasi. Like bosib qo'ying-da, topgan bo'lsangiz mashinani otini. O'zim aytib qo'yaver-ya. Voyaq Passion degan model.